Dunyoda odamlar bilmaydigan qiziq hodisa bor. Osmon ikki xil rangda yonadi, lekin joyiga qarab nomi o'zgaradi. Shimol tomonda ko'ringani Aurora Borealis. Bu faqat Norvegiya, Islandiya, Finlandiya, Kanada kabi mamlakatlarda osmonni yoritadigan mashhur shimol yog'dusidir. U baland tog'lar, muzliklar va -30 gradusgacha sovuq havoda tomosha qilinadi. Janub tomonda esa butunlay boshqa nom turadi. Aurora Australis. Bu ko'p borilmaydigan hudud. Shuning uchun u juda kam videoga olinadi. Bundan tashqari Aurora Australis dunyoning eng kam ko'riladigan tabiiy hodisalardan biri. Eng hayratlanarli tomoni, ikkalasi bir vaqtda bir shaklda Yerni qarama-qarshi tomonda yonadi. Go'yo Yer sharining ikki qutbi bir-biriga javob qaytarayotganday. Borealis ko'proq yashil va sariq ranglarda porlaydi. Australis ko'pincha binafsha va qizg'ish ranglarda ko'rinadi. Agar sizda faqat bittasini ko'rish imkoni bo'lganda, siz qaysi tarafga borgan bo'lardingiz? Shimoldagi Borealiskami yoki sirli janubdagi Australiskami?